sir saqlashga oshqozonim bilan qasam ichgandim axir. Noah, Nega kelding? qayoqqa ketyapsan? Bu seni ishing emas. Bilaman, lekin men Hamma o'z yo'lidan ketsin. bilaman, baribir keldim. Hamma yo'llar senga olib boradi. Ha, chiroyli gapirding, qoyil. Boshqa gaping bo'lmasa, men keta qolay. Qochib tur. Avval salomlashmaysanmi? Yaxshimisan? Mayli, o'pib Quloq sol. qo'ymaysan. Axir o'zing qochib tursang-chi. Bo'pti, o'zi aslida aralashish niyatim umuman yo'q edi. To'xtagin, boshim aylanib ketdi axir. Hammasini boshidan boshlamoqchiman. Faqat ikkimiz. Faqat ikkimiz. Endi buni iloji yo'q. Nega? Juda noqulay vaziyat. Kimdir tushuntiradimi, yo'qmi? Mayli. Anavi nima? Endi tushungandirsan. Bo'pti, ketdim. Sen haligi Ha, shunaqa. lekin menga baribir. Farqi yo'q. Juda soz. Senga baribir bo'lsa, keta qolay. Yo'q, shoshma, to'xta, baribir emas. Men haligi kutmagandim. Haligi men iltimos Noah, to'xta, iltimos ketma. Noah, meni kechir. Seni sevaman. Sevgimizdan boshqa hech nimani qizig'i yo'q. U Saymonniki bo'lsa ham mayli. Saymon? Uni o'z farzandimdek ko'raman. Dag'am seniki, Dovdir. Nima? Noah! Tabriklayman. Mashinaga o'tiring. Kalitlarni bering. Xo'p, mayli. Shunday yengil tortdimki. Naqadar chiroyli. Chiroyli. Siqilib o'lay dedim-ku. Qo'ysangchi. Noah! Oynani tushir. Nima bo'ldi, Nik? Poyga o'ynashni unutdingmi? Necha oylik bo'ldi? 24 haftalik. Necha oyga to'g'ri keladi? 6 oy. 6 oy? 6 oy? To'y kunimidi? Boshingni qotirma, bola seniki. Demak, ota bo'lar ekanman-da. Yo'q. Men ona bo'laman. Jin ursin. Shunday ketolmaysan axir. Attiga 55 ta gen bilan ta'sir o'tkazgansan xolos. Tug'ilgandan keyin sezilmasa ham kerak. Ablah. Shahardan chiqib ketyapsanmi? Ha, Bunday qila olmaysan. nega ekan? Bu joy dunyodagi eng go'zal shahar ro'yxatiga kiritilgan. Lekin o'rmon yong'inlari juda ko'p. Seni sevaman. Yo'lingga qara. O'lib qolsang alimentni kim to'laydi? Katta uyga ketyapsanmi? Axir oyimga bu bo'lishni aytishim kerak.